Bu qandalarning ta'sirida ana shunaqangi to'kilib ketaveradi-da hosillari. Qarang qancha terdim mana shu yerda mana. G'o'za maydonlarini shonalash fazasidan boshlab asosan beda hamda g'o'za qandalasi zararlash kuzatiladi. Bular orasida eng ashaddiy zarar keltiradigan bu beda qandalasi. Yurtimiz sharoitida 3-4 ta o'zidan bo'g'in qoldiradi. Ushbu zararkunanda ta'sirida maydondagi 30-40, ba'zan kuchli zararlangan yillari 70% gacha hosil elementlari, shona, gul, ko'sak, ko'rak to'kilishi kuzatiladi. Beda qandalasi bugungi kunda respublikamizning barcha hududlarida uchrab, keng zarar keltirmoqda. Ushbu beda qandalasi zararkunasiga qarshi kurashishda kompaniyamiz tomonidan keltirilgan tarkibida flonikamid bo'lgan Floka Extra yoki tarkibida fipronil bo'lgan Reimbanil preparatlarini gektariga 200 gram sarf miqdorida qo'llash zararkunandani barcha bosqichlarda yuqori samara ko'rsatadi. Murojaat uchun telefon 55 kodi bilan 526 00.